Kelingizlar, mana Sunnatullajon Amirov san'atkorlar oilasidan Safarali Amirovning nevarasi bo'ladi. Bu ham shu san'at olamida endi qadam qo'yapti. O'ziga mos hozirgi paytda kasb tanlab oldi. Bu nima desangizlar, operator oldi. Polnisda qiz vechirma, dabalchilarning o'rniga mana shularni aytayapti. Shunday xizmatlar kerak bo'lsa, chiroyli qilib o'zi jivoy aytib o'tkazib beradi. Hozir esingizda o'zini qo'shiqlarini qo'yib o'tamiz. 935 35 06 70 shu raqamga WhatsApp yoki promoy murojaat qilasizlar. To'y xizmatini aytingizlar, bo'ldi. Biz ham bir paddeshga sifatida keldik. Haqiqatan ovoz borda balada. Prosta to'yingizni to'ydek o'tkazib beradi. Bilolmadim kuch qudratim yetarmikan, bir bag'rimga bosib olay dada sizni. Olding yonimda, sen yoshligimda, beboshligimda, yonimda bo'lding, yonimda. Dostim, dostim, jon do'stim, jonim dadam. Nega siz yig'layapsiz? Yig'lamang, yig'lamang, jonim dadam. Avvalambor assalomu alaykum. Bizni YouTube, Instagram, TikTokda kuzatayotgan barcha muxlislar, mana bugun Sunnatullajon Amirov ukamizga Allohdan kuch-quvvat so'raymiz. Ovoziga ovoz, ijodiga ijod qo'shilsin. Mana shu ukamizni podderishka qilib, bitta like, kommentariy yozib qoldirasizlar. Mana shu ukamizga omad tilaymiz. Hamisha omad yor bo'lsin do'stlar.